2022 yildan buyon yoshlar o'rtasida o'tkazib kelinayotgan loyiha har yili minglab iste'dod egalarini kashf etish barobarida chekka qishloqlarga yangi sport maydonchalarini ham tuhfa qilib, yosh avlod vakillarining iqtidor va salohiyatlarini ro'yobga chiqarishga xizmat qilmoqda. 5 tashabbus olimpiadasining joriy yildagi ilk mavsumining sektor bosqichida toshloqlik yoshlar ham faol ishtirok etib, mohir fortepianochi yo'nalishida imkoniyatlarini sinovdan o'tkazdilar. Toshloq tumanida 22-sonli musiqa maktabida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida mohir fortepianochi yo'nalishi bo'yicha tanlov o'tkazildi. Bu tanlov yoshlarning talaba istaklaridan kelib chiqqan holda ilk marotaba o'tkazildi. Bu tanlovlardan o'tkazilish maqsad yoshlarni san'at va madaniyat yo'nalishi bo'yicha o'z iqtidorlarini namoyon etish, bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishdan iborat. Tanlovda Toshloq tumani 3-sektor hududidagi 17 ta mahalladan jami 50 nafardan ziyod yoshlar qatnashdi. 3 ta yosh toifasida g'oliblikni qo'lga kiritganlar taqdirlanishdi. Endi ular tanlovning tuman bosqichida ishtirok etishadi.